Juda zo'r biznes bor. Qanaqa? Semirtirib so'yish nomi. Boshlaylik unda. Ha, yur. O'zing vaqt qolay. Bu biznesni boshlanishi, raqibi yo'q tasha biz tashang tushuningmi? Yutganimdan keyin nima qiling? Xalqqa yo'qolgan gapni gapirgan, xalq seni yaxshi ko'rib qolsa, bo'ldi. Ishingni kapata taqib olasanmi? Ha, olib keling taqaman. Yuding, bos. Xalqni sizlarni yaxshi ko'raman. Parteska qilinglar. Mana kelishilgan pul zo'r yiqilding. Mana desiz, o'zing ish qilasan. Talabaman. Yaxshilab o'qi, bo'lmasa mana shunaqa kalta yeb yuraversan, chol. Ustoz, bu safar aniq yutaman. Nega? Qora makiyga olganman. Bu pulni Ustoz, buni yutsam 10-g'alabam bo'ladi. omad choq olg'ira. Ha, sodda shogird, ha. O'zim yutib olman deb o'ylayapti. Ha, pulini berib qo'yapman. Raqibimni qarang, zubachiskayu. O'zingni bas, bu safar yutmaysan, yutqizib berasan. Ya nega? Biznesning nomi nima edi? Semirtirib so'yish? Ha, yasha, sen semirding. Xalq senga ishonadi. Hamma pul tutgan, shuning uchun yutqizib berasan. Ya, nima bo'ladi keyin? Menga qara, hozir yutsang 1000 dollar olasan. Ha, yutqizib berishingga 100 ming beramiz deyapti. Dollarda taklif qilishyapti. Ya, ustoz, xalq ishonchi nima bo'ladi? Hamma menga ishongan-ku. Sudyalar sotildi deysan, revansh so'rayman, yor tashlayman keyin safar deysan. Keyin yana hammasi iziga tushib ketadi. Bo'ldi, nechinchi raund yutqizib bering? Hozir bor yutqiz. Pul salingan joyi keldi. Mani bitturda yiqilib beraman. Ya, ustoz, yutqazib turib ham shuncha pul topsa bo'lar-kan-a? Bo'ladi-ya, qo'rg'on. Qanaqa bola bo'ldingsan o'zi? Shoshma baqirib shu. Ha, tinchlik bor, nima bo'ldi? Menmi nodon o'g'lim uydagi borbudimizni olib chiqib, qimorga pul tikib, hammadan qarz qurz bo'lib, yana yutqizib qo'yibdi. 10 marta jangida yutgandi. Ishonib pul tikuvdim. Qimor rostlagan ham ishonasanmi? Shu yoshga chiqqanda qanaqa shuncha pulni to'layman? Yur oldimga. Bechoralar. Endi tushundim, ustoz. Bizga berilgan bu pullar kimnidir oilaga, kimlarnidir bola chaqasini haqqi qarz olib qimorga tikilgan pullar ekanda. To'g'ri. Bir narsani unutmagin shogird. Bu dunyoda qimor o'ynagan emas, qimor o'ynatgan yutadi.